Rahmat senga kechagi ovozing uchun. Sharmanda qilding. Bitta голосовой jo'natib, SMS yozib bilmaysan, ahmoq. Aniq SMS yozaman, голосовой tashladim. Shuncha tuppa-tuzuk yashayotdik. Bo'ldi, endi hammasi yo'q bo'ldi. Jonim, hayotim. Bo'pti, oxirgi imkoniyat. Ana o do'sting Obidjon bor-ku, o'shanga ayt, ovoz jo'natsa, o'zing jo'natma. Nahorga oshga o'taylik deb turib ayt, erta nahorga oshga o'tamiz deb bahana shu bir dam olamiz. Ma'qulmi? Bo'pti, Obidjon deb yozib qo'yaman seni ham. Qara ko'zingga. Bugun Obidjon bilan uyga boramiz, shu yerda to'yda harakatlarni qitirib, ertalab saharlikka tayyorgarlik ko'ramiz. Kechagi qilgan ishlaringiz esingizdan chiqdi-da, o'tiring indamay, o'tiring. Bormaysiz hech Men ishonmaysan? Kimdan keldi SMS? Kimdan? Mulk asabimga tegaverasiz. Kim yozyapti sizga shuncha SMS'ni? SMS'ni o'qi. Ishonmaysan menga. Bir marta bo'lib qoldi endi, bo'ldi, tavba qildim endi. Tavba qilgandan keyin tushunish kerak-da. Jonim, hayotim, nima deb yozishim kerak edi? Eslatib yuboring, Orifmidi, Obidmidi?